Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'barangda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazisha olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirisha olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. O'shuning uchun mo'min odamda bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi deydi.